vannada betimni yuvayotgandim. Vannaxonada yuvinayotgandim. Mana sizlarni oldilariga keldim. Ekstra oddiy tuz, ekstra tuz bilan mana shunaqa qilib betimni artaman. Skrabирование. Vannaxonada yuvinayotganimda esimga tushib ketdilaringiz, ko'rsatay yana bir marta deb o'yladim. Mana shunaqa qilib hamma joyingizni mana qilib krugovые движениялар bilan artib olasiz. Просто hozir alqinda kichkina детский sovunlar yuvdim-u, ustidan tuz bilan skrab qilyapman. Skrab qilsalaringiz ham bo'ladi, tuz bilan. Tuzni o'zi xolos. Keyin просто tuzli suv qilib yuvsalaringiz ham bo'ladi. Самое главное tuzli suv. Keyin mana yuzingizdagi qora tochkalar ham ketadi vaqti bilan. Shu muolajani mana skrabda 2 haftada 2 marta tuzli suvda har kun yuvsalaringiz, yuzlaringiz rahmat deydi, yosharasizlar. Понимаешь? Turma dadasi otasi ham oldimda o'tiribdi mana. Oddiy oshxona tuzi mana, ekstra. Ovqatga solinayotgan tuz mana. Ish qalaysizlar-da. Buni chayib tashlaysizlar xolos. Artmanglar polotенце bilan chaygandan keyin. Buni bo'yinlaringiz bilan hozir yuvib kelaman. Yuzim rahmat deydi. Muolajani tugatganingizdan keyin yuz chayib qurigandan keyin yuzingiz ozginagina oddiy любой увлажняющий krem surtib massaj для лица qilasiz. Uni ham hozir ko'rsataman. Mana yuzimni yuvib keldim. Endi sochiq bilan artmayman. Shunday qotadi o'zi. Qotib qurigandan keyin har kun qilmasam ham kunora bir qilaman. Massaj лица. Hozir yuzim qurisa massaj qilamiz. Ozginagina yuzni massaj qilishni o'rgataman, bo'yindan boshlaymiz. Mana yuzim quridi. Shunaqa ham mayin bo'ldi, shunaqa mazza qilyapti, nafas olyapti yuzlarim. Xullas, massaj qilamiz hozir. Mana bunaqa yog'. Sizlar krem ishlatsalaringiz bo'ladi. Men esa massajni yog'dan ozroq surtaman. Ozgina, bu ko'p emas mana. Bu yuz uchun, yuzni massaji uchun yog'. Hozir buni tuzdan keyin ozginagina qizarish bo'ladi, hech qisi yo'q. O'tib ketadi. Mana shunday qilib ishqalay. Mana bu yerda limfatический узел bor. Limfani haydaydigan suvni. O'sha yerdan boshlaymiz massajni. Bo'ynimizni mana to'g'ri qilsak, keyin bunday egilsak mana. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana bu limfani yuzlaringizda shishiga ketadi. Mana shu limfani massaj qilsangiz. Og'riydi birinchi. Limfa qisqaradi-da, mana shu tomir bunday qisqargandan keyin yuz pastga oqadi. Verstehst du? Mana bunday qilib olasizlar, bo'ynalaringni boqa burib pastga qilsalaring topiladi mana. O'shani og'riydi. Zajim bo'lganda mana shu tomir. Mana shu tomirda yaxshilab ushlab turasizlar. Ushlaysizlarda bunday tortasizlar. Bu tarafini ham mana. Ko'ryapsizlarmi? Keyin mana bu ключицani tagini qo'ltiq tarafga qarab artasizlar. Bu muolajani ertalab qilsalaringiz yuzlaringizdan shishingiz ketadi. Men hozir turdim, shuncha yuzim ozroq shishgan. Hozir mana shu muolajani qilsam yuzimda shishigi ketadi. Mana bu yoqdan tuda bosib limfani haydaysizlar. Ikki tarafga, mana qo'ltiq tarafga. Verstehst du? Shu ko'krak ustini mana shunday qilib haydaysizlar limfani. Suda pastga, bu tarafga ham pastga. Guash, qoshiq qanaqa narsalar bilan ishlatmayman, men qo'limda ishlataman. Har kuni 5-10 minut o'zingiz uchun ishlatsangiz, har kuni qilish kerak. O'zim ham har kuni qilmayman, erinaman, to'g'risini aytsam, lekin qilganimdan keyin mazza qilaman. Keyin albatta quloqda atrofini mana shunaqa qilib ishqalash kerak. Mana qon yurishi uchun. Oldimda o'tiribdi mana. Shtonni qarang, qizilini kiyibdi bugun. Birdaniga o'zimda boshqacha his qildim. Birdaniga. Qiling, maza qilasiz.
bu muolajani opalaringizga, onalaringizga va dugonalaringizga jo'nating. Albatta ular sizga keyin rahmat deydi. Men juda ham xursandman. Shuni erinmasdan har kuni qilib boshlaganimga effekt bilinyapti. To'g'risini aytsam, bir hozir bir 5 minutlardan keyin ozgina yuraman, yuzimdan shishim ketadi va o'zimni yaxshi his qilaman. Erinmasdan qilaylik, keling qizlar, sizlar bilan birga qilamiz. Qizlarga jo'nating dugonalaringizga.